Assalomu alaykum. Men filologiya fanlari doktori, professor Maqsud Asadov. Dunyoda ikki narsa ona so'zi bilan yonma-yon tilga olinadi. Bu vatan va til tushunchasi. Boshqa hech bir tushunchani ular bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Shunday ekan, tilga bo'lgan hurmat onaga bo'lgan hurmat bilan tengdir. Afsuski, bugungi kunda biz bunga to'liq rioya qilyapmizmi yoki yo'qmi degan savol paydo bo'ladi. Yaqinda chekka bir qishloqda jiyanim e'tibor qaratdi. Avtomobil yuvish shahobchasining peshtoqida ikkita so'zning umumlashma qilib birlashtirilgan samoy degan tarzda yozilishi va samoy deb talaffuz qilinishi umuman tushunarsiz. Xo'p, biz o'zga tildan kirib kelayotgan sammoyni tushunishimiz mumkindir. Lekin samoy qanday so'z bo'ldi? O'zbek tili mana shunday to'mtoq, bir qadar keraksiz, tushunarsiz bir so'zlarga, jumlalarga ega bo'lib borayotgani odamni o'ylantirib qo'yadi. Vaholanki atrofimizda bunday so'zlar juda ko'p. Shulardan biri motivatsiya. Biz motivatsiya degan so'zni bugun lug'at boyligimizga shunchalar chuqur, teran qabul qildikki, aslida bu so'z o'zbek tilining o'zida uzoq vaqt qo'llanib kelganday tuyuladi. Lekin motivatsiya degan so'zning o'rnida bizda ilhomlantirish, ruhlantirish so'zlari bor-ku va aslida ularning ta'siri ham motivatsiyaga nisbatan kuchliroq emasmi? Atrofimizda peshlavhalarda juda ko'p bunday xatoliklarni ko'ramiz va buni biz juda oddiy qabul qilamiz. Mana shu oddiy qabul qilishimiz tilimizga bo'lgan behurmat munosabatimizni ko'rsatib turadi. Tilning sofligiga e'tibor kuchayib borayotgan bugungi kunda afsuski ayrim kamchiliklar ham yo'q emas. Biz juda ko'p so'zlarni o'z holicha talaffuz qilmaymiz. Birinchi kamchiligimiz shu. Ularni chala yarim aytamiz. Bu narsa ismlarda hattoki ko'zga tashlanadi. Bahodir ismining baha ko'rinishida, Jamshid ismining jama shakllarida aytilishi muomalada o'zgacha bir zavq beradigan ma'noli ismlarimizni qandaydir bir to'mtoq so'zlarga olib kelib qo'yadi. Va biz bu so'zlarga o'rganib qolamiz. Shu tariqa ba'zi so'zlarimizni sun'iy ravishda o'zbek tiliga o'zlashtirib, uni tarjima qilishga urinishlarimiz ham yo'q emas. Masalan, selfie so'zini olaylik. 20-asrning boshlarida Chig'atoy Gurungi tashkilotining alohida bir g'oya yoki maqsadlari bo'lganki, o'zbek tili sofligini oshirish yoki orttirish masalasi kun tartibiga qo'yilgan. Lekin yana bir jihat bor. Agar o'zbek tilining o'zida shu so'zning muqobili bo'lmasa, unda xorijdan o'tgan so'zni biz o'zbek tiliga o'zlashtirishimiz kerak degan fikrlar ham mavjud. Selfie so'zini bugungi kunda o'z chekim tarzida almashtirish va o'zgartirish taklif qilinyapti. Bu qanchalik o'zini oqlaydi va o'z chekim so'zi bu so'zning muqobili o'laroq kundalik turmush muomalasiga kira oladimi yoki yo'qmi? Bu ham odamni o'ylantiradi. Shunday ekan, so'zlarni o'zbek tiliga yoki o'zbekcha qilamiz deb, go'yo qosh qo'yaman deb ko'z chiqarganga o'xshab, o'z talqinimiz bo'yicha turli mazmundagi turli qarashlarimizni ifoda etaverishimiz ham unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Tilning sofligi, tilning go'zalligi uchun kurash uni faqat o'zbekcha qilish bilan emas, balki o'sha tilda chiroyli jumlalar tuzish bilan o'lchanadi. Va ayrim so'zlarimiz borki, o'zbek tilining o'zida ularning muqobillari mavjud bo'la turib, biz sun'iy ravishda o'zga tilga mahliyolik bilan boqamiz. Deylik, diskussiya so'zi. Bugun tilimizga juda ko'p o'zlashib qoldi bu so'z. Bizda bahs, munozara so'zlari azaldan mavjud bo'lgan. Yaqinda shunday bir ma'lumot eshitib qoldim. Ko'pgina xorijiy davlatlarda agar chetdan keladigan biror bir mahsulot, u yangi mahsulot bo'lsa, ixtiro qilingan bo'lsa va shu davlatga kirib keladigan bo'lsa, avvalo bojxona xodimlari aholiga tarqatishdan oldin biroz muddat ushlab turishar ekan. O'sha tildagi uning muqobili mavjudmi? Shu muqobil yaratiladimi? Shu soha vakillari, filologlar, tilshunoslar so'zga mas'ullar bilan o'zaro maslahatlashgandan keyin uning muqobili bo'lsa, o'sha muqobili til muomalasiga kiritilar ekan. Agar uning muqobili bo'lmasa, unda o'zlashtirma so'z sifatida qabul qilinar ekan. Balki
Shu tajriba biz uchun ham qo'l kelishi mumkindir. Tilga bo'lgan e'tibor va hurmat tushunchasini O'zbekiston 2030 strategiyasi misolida aniq aytish mumkin. Strategiyada til, adabiyot, tarix, arxeologiya, madaniyat va san'at sohasidagi fundamental tadqiqotlarni amalga oshirish uchun 2 trillion so'm ajratilishi belgilab berilgan. Bu albatta tilning sofligi, o'zbek tili yo'nalishida amalga oshiriladigan ishlar, u bilan bog'liq bo'lgan muammolarni bartaraf qilish uchun ham yetarli imkoniyatlar berishiga ishonamiz. Til targ'ibi va tashviqi masalasida ommaviy axborot vositalarining o'rni takrorlanmas va o'ziga xos. Chunki bugun axborot asrida, axborot davrida yashaymiz. Yo internet orqali, yo ommaviy axborot vositalari orqali biz turli informatsiya, turli axborotlarga ega bo'lamiz, aniqroq aytganda. Shunday ekan, tilga bo'lgan hurmat tushunchasi shu jarayondan boshlanishi lozim. Televideniya orqali namoyish qilinayotgan seriallarni, qolaversa, internetda tinimsiz ravishda aylantirilayotgan kichik video rolik lavhalarini misol qilishimiz mumkin. Bu mas'uliyat hissi eng avvalo o'zimizda, eng avvalo shu soha vakillarida bo'lishi va keng ommaga yetkaziladigan axborot so'zlar orqali yuzaga chiqishini, bu ona tilimizga bo'lgan munosabatimizni aks ettirishini o'ylab ko'rishimiz kerak. Ilm-fan taraqqiy etib borar ekan, jamiyat ilm-fanning yutuqlaridan foydalanish uchun ehtiyoj sezar ekan, uni faqat ezgulik va yaxshilik yo'lida xizmat qildirish shu soha vakilining o'ziga xos burchidir. Lekin guruch kurmaksiz bo'lmaydi degan o'zbek xalqining naqli bor. Mana shu kurmaklar orasida plagiatlik bilan bog'liq bo'lgan holatlar ham uchrayotgani ko'ngilni xira qiladi. Ko'chirmakashlik ko'pincha konferensiyalarda yoki konferensiya materiallari sifatida chop etilgan kitoblarda uchraydi. Shunday bir hodisaga o'zim guvoh bo'ldim. Xorijiy bir davlatda katta bir xalqaro anjumanda ishtirok etdik. O'zbekistondan 5-6 ta olimlar jamoasi qatnashdi va shu jarayonda o'zim bir sho'ba rahbari sifatida sho'bani boshqarishimga to'g'ri keldi. Aynan shu sho'bada bizning vakillarimiz, O'zbekiston olimlari ma'ruza qilishi kerak. Ular biri-biridan o'zib, jo'shib ma'ruzalar qilishdi. Afsuski, ma'ruzalarning ma'lumotlar biri ikkinchisi bilan mos keladi. Faqatgina ayrim jumlalarda biroz o'zgarishlar bor xolos. Bu aytilayotgan fikrlarning aksariyati internetda, Wikipediyada keltirilgan fikrlar. Yangi bir ma'lumotlar ola olmaysiz. Tahliliy qarashlar yo'q. Ular bilan suhbatlashib qoldik. Biz bu ma'lumotlarni bilamiz-ku. Nimaga bunaqa yo'l tutilaring? Buni yaxshi ham o'zbek tilida gapirildi. Bo'lmaganda shu davlatning o'zini tilida gapirsang, unda biz sharmanda bo'lar edik. Xorijga chiqar ekanmiz, o'zbekistonlik olimning qiyofasi qanday bo'ladi? Bizning qiyofamiz plagiatlik, bizning qiyofamiz ko'chirmakashlik, boshqalar aytgan fikrni biroz boshqacharoq bir ko'rinishlarda aytish bilan kechmasligi kerak. Buni anglatishimiz uchun avvalo o'zimizda shu tuyg'u, shu kechimi bo'lish kerak. Ilmiy rahbar bilan hattoki yonma-yon turgan ko'pgina talabalarning ism familiyasi ostidagi maqolalar plagiatlik holati bilan berilmoqda. Ilmiy rahbar talabaning maqolasini ko'rmaydi. Talaba maqola nima ekanligi haqida aniq tasavvurga ega emas. Shu holatda ko'chirmakashlik bilan birovlar yozgan, birovlar mehnat qilgan fikr qarashlarini biroz boshqacharoq ko'rinishlarda qayta aytish bor. Bu mayli, talabaga ko'nikishimiz mumkin bo'lar. Bu talaba-ku degan tuyg'u bilan o'zimizni ovutarmiz balki. Ko'pgina xatoliklarimiz shu ovutishdan kelib chiqadi aslida. Lekin ayrim bir tadqiqotchilarimiz o'z tadqiqotlarida birovlarning nazariy fikrlarini uyatsizlarcha tap tortmasdan ko'chirib olib, faqatgina misollarini o'zgartirib qo'yayotganiga nima deysiz? Biz hamma haqida bunday demoqchi emasmiz. Lekin mana shunday kamchiliklar ham uchrab turganidan biroz xafa bo'ladi odam. 2017-yildan keyin
Bizda ilm fanda ham, umuman hayot tarzida ham juda katta o'zgarishlar bor. Deyarli tarqalib ketgan, oddiy ilmiy markazlarga aylanib qolgan Fanlar akademiyasi hurmatli prezidentimizning qarorlari bilan qayta tiklandi. Va Fanlar akademiyasi tarkibida O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti yana shunday nom bilan tiklandi. Ko'p vazifalar bajarildi bu jarayonda. Ilm fandagi yangilanish, ilm fanga yangi nafas, yangi havoning kirib kelishi mana shu jarayondan boshlangan desak to'g'ri bo'ladi o'zi aslida. Tilshunoslik sohasida qator lug'atlar bosilib chiqdi. Shulardan biri mana izohli lug'at. Bu til uchun, adabiyot uchun, filologiya fan uchun qiziqishlarini juda ham orttiradi. Aniq. Qaysi ma'nodaki birgina so'zning o'zbek tilidagi izohlari 80 mingdan oshiq bo'lgan so'zning izohi berildi. 6 jilddan iborat bo'lgan bir kitob. Ilm fanga berilgan e'tibor natijasida yuzaga chiqdi. Folklor asarlarini asrash, nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha prezidentimizning bir qator qarorlari yana e'lon qilindi. 100 jilddan iborat o'zbek xalq og'zaki yodgorliklari namunasi yaratilishi belgilandi. 100 jildda o'zbek folklori, o'zbek xalq og'zaki ijodining barcha namunasi, maqollar, matallar, ertaklar, dostonlar juda ko'p namunasi jamlanadi. Xalq orasidan yozib olingan, xalqimizning tabiati o'zi aslida qanday bo'lgan, hammasi shunda bir joyga yig'iladi. O'zbek tili adabiyoti folklori institutida, Fanlar akademiyasi tarkibidagi institut, Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan folklor arxivi mavjud. O'tgan asrning 30-yillaridan boshlab juda ko'p olimlarimiz ilmiy ekspeditsiyaga chiqishgan, ilmiy safarlar. Ular nafaqat respublikamiz, balki yon atrofdagi juda ko'p respublikalarda atrofda bo'lib, millatimiz, o'zbek millatiga mansub vakillaridan boy materiallarni ularning og'zaki aytishlaridan yozib olingan. Va ular yozma ravishda bir nechta tomliklarda, kitoblarda jamlangan. Bu hozir folklor arxivida saqlanadi. Juda boy arxiv. Deyarli 3000 ga yaqin bo'lgan materiallarni o'zida jamlaydi. Qadim-qadimdan bizning xalqimiz so'z bilan o'z farzandlarini tarbiya qilib kelgan. Allalar aytilgan. Bu allalardagi kayfiyat bolaga yuqqan. Ertaklar aytib berilgan. Biz bugun alladan uzoqlasha boshladik. Biz bugun ertaklar aytmasdan uni o'rnida smartfonlardan qandaydir bir qo'shiqlar, musiqalar qo'yib bera boshladik. Folklorimizni o'rnini sun'iy bir narsalarga bo'shatib bera boshladik. Bu ayanchli. Shunday ekan, folklor san'ati, xalq og'zaki ijodi millatning o'zini o'ziga tanishtiradigan narsa. Biz mana shu san'atni, folklorni, uning o'ziga xosligini qadrlashimiz kerak. Topishmoqlar, maqollar, matallar, ertagu dostonlar, baxshilar, ularning san'ati, bular bilan hamnafaslikda yoshlarimizni ulg'aytiradigan bo'lsak, O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilab berilgan va ertangi kun yoshlariga umid bilan qarash mumkin bo'lgan juda ko'p g'oyalarni shu orqali yuzaga chiqarishimiz imkoniyati paydo bo'ladi. Tilshunoslik, adabiyotshunoslik, folklorshunoslik o'zbek ilm fanining alohida tarmoqlari, o'ziga xos tarmoqlar. Demak, bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar millatimizning madaniyati, ma'naviyati, millatimizning o'ziga xos tabiati bilan uyg'un bo'ladi. Tilshunoslik sohasida bizning olimlarimiz bir qator lug'atlarni amalga oshirdi. Bular endi turli sohaga oid bo'lgan atamalar lug'ati. O'zbekiston 2030 strategiyasi misolida ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, ilm fanga e'tiborini fundamental tadqiqotlar uchun 3 trillion so'm mablag' ajratilmoqda. Va aynan til, adabiyot, tarix, arxeologiya, madaniyat va san'at yo'nalishining rivoji va o'ziga xosligi uchun yoki shu yo'nalishda tadqiqotlar uchun 2 trillion so'm mablag' ajratilishi belgilab berilgan. Kelajakda o'zbek tilining 10 jildli izohli lug'ati yaratilishi, kelajakda turli sohaga oid bo'lgan 20 dan ortiq bo'lgan lug'atlar yuzaga chiqishi va tarjima lug'atlariga ham e'tibor qaratilishi belgilangan. Shu ma'noda folklorshunoslikda 100 jilddan iborat bo'lgan o'zbek xalq ijodi yodgorliklari kitobi 2030-yilgacha to'liq holda nashr qilinadi. Bugun O'zbek tili adabiyoti folklori instituti 4 jilddan iborat Alisher Navoiy ensiklopediyasini nashr etishdi. Alisher Navoiy g'oyalari yangi O'zbekiston
maqsad qilgan g'oya va tushunchalar bilan uyg'un. Bizning bugungi kun qarashlarimiz, maqsadlarimiz bilan jadid bobolarimizning qarashlari, g'oyalari juda bir-biriga mushtarak va uyg'un. O'zbek tili adabiyoti folklori instituti kelajakda 2 jilddan iborat jadid adabiy ensiklopediyasini tayyorlashni maqsad qilib shu yo'lda xizmat qilishmoqda. Bu 2030-yilga qadar kitobxonlarimiz hukmiga havola qilinadigan kitob. Bu jarayon tilshunoslik, adabiyotshunoslik, folklorshunoslikning ertangi kunini albatta shu sohaga kirib kelayotgan yoshlar belgilab beradi. Bu yaratilayotgan tadqiqotlar, lug'atlar, ensiklopediyalar, darsliklar, maktabgacha ta'limdan boshlab o'rta maxsus ta'lim, qolaversa oliy ta'limdan keyingi ta'lim jarayonlariga ham kirib boradi. O'qituvchilar dars o'tish jarayonida ulardan foydalanadi. So'zlarning mazmunini, mohiyati qanday o'zi, o'zbek tilida bu so'zlarning qo'llanishi qanday, shular haqida ma'lumot berishadi. Va biz ishonamizki, mana shu orqali har bir o'quvchi so'zga bo'lgan his-tuyg'u, muhabbatni oshiradi. So'zimiz boshida aytganimizdek, samoy, diskussiya yoki sammoy ko'rinishdagi to'mtoq so'zlar, yot so'zlar yoki tushunarsiz jumlalar o'zbek tiliga kirib kelmaydi. Biz buni albatta oldini olishga shular orqali erishamiz. Agar biz ona tilimizga, adabiyotimizga bo'lgan hurmatni, muhabbatni o'zimizda uyg'ota olsak, O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilab berilgan maqsad vazifalarga tezroq erishamiz. Fundamental tadqiqotlarni yana ham yuksak bosqichlarga chiqarib, ularning jamiyatdagi o'rni va taraqqiyot uchun xizmatini anglab yetamiz. Bu yilda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O'zbek tili adabiyoti folklori instituti ham boshqalar qatori jonbozlik ko'rsatadi deb ishonamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.